Biz sizni ancha payt birga ko'rmadik. Ana endi esa birga o'tiribsiz. Qaraganimizda o'zaro suhbatlashayotganingizni ham ko'rdik. Aytchi, sen uni sog'indingmi? Bu savol mengami yoki unga? Unga. Ha, tushundim. Mayli, birinchi bo'lib javob bera qolsin. Ha, rosti butun mavsum davomida. Rostdanmi? Sen Ronaldoni sog'indingmi? Cristiano bilan raqobatimizni sog'indim. Bu Realga ham, chempionatga ham yaxshi edi. Ha, ispancha gapiraymi? Yo'q, inglizcha gapiraver. Rosti bu biroz g'alati, chunki bu sahnani 15 yil davomida birgalikda bo'lishib keldik. Bunaqasi kelajakda sodir bo'larmikin, buni bilmayman. Ya'ni ikkita futbolchi chiqib bu darajani uzoq muddat saqlab tura olarmikin? Tushunganingizdek bu oson emas. Albatta, bizni munosabatimiz ham yaxshi. Hozircha birga tushlik qilganimiz yo'q. Hozircha. Ammo kelajakda umid qilamanki, bu albatta sodir bo'ladi. Albatta. Men ham Ispaniyada o'ynashni sog'inaman. U yerdagi bizning raqobatimizni ham. Bu 15 yilga cho'zildi. Gohida men hujum qildim, gohida u menga. Bu ajoyib. Ikkimiz futbol tarixining bir qismi bo'la olganimizdan xursandman. Men va u ikkimiz birgalikda. Cristiano, sen yaqinda faoliyatingni tugatishing haqida intervyu bergan eding. Albatta, buni hozir amalga oshirmaysan va futbolda yana ma'lum muddat qolasan. Lekin so'ramoqchi bo'lganim shuki, sen ham Messi bilan bir vaqtda futboldan ketishni rejalashtiryapsanmi? Faoliyatingizni birga yakunlaysizmi deyapman. U mendan 2 yilga yoshroq va men o'z yoshim uchun yomon holatdaman deb hisoblamayman. Ha, yomon emas. Umid qilamanki, bu yerda kelasi mavsum, undan keyin ham bo'lishga harakat qilaman. Shunday ekan, meni yomon ko'radiganlar biroz sabr qilishlariga to'g'ri keladi. Heyterlar Cristianoning bir qismi ekanini yaxshi bilamiz. Xohlardimki bu raqobat imkon boricha uzoq davom etsin. Rahmat sizlarga.